Assalomu alaykum. Bir qarindishimiz, naqshininki muzikasini ayriydigan bir detalniki torbatni yollab qo'ysam, shuni qandaq ishiltirganini bir ko'rsatgan bo'lsangiz debdikan. To'q shuni ko'rsatmoqchi bugun. Eee, qaraydigan bo'lsak, mana bu torbatniki ismi shu. Men buni, mana bu videoniki ochiqlama qismiga qo'shib qo'yman torbat adresini. Buni ochgan vaqtimizda, ko'rinma yuzi mushu holatda ko'rindi. Bundan biz o'zimiz biladigan tillardan birini tanlab olsak bo'ldi. Xitoycham bor aka, turkcham bor aka, inglizcham bor aka. Qilib tillarniki bakcha tillarni qo'llaydi aka. Anandan keyin ma'ni bosar ekanmiz. Ma'ni besib naqshidan birini tanlaymiz. Tanlagandan keyin, manga o'xshash ko'rinma yuz chiqadi. Birdam saqlab turaylik. Mana yana boshqa bir torbatga, buningdami shundoq haqsiz, naqshininki muzikasini ayrig'ili bo'ldi aka. Buningdami ichib qo'yaylik. Men mana VPN ichib qo'yg'achqa, sho'nglashqa bek ost bo'lib qoldi, to'g'ri yuritim. Ma torbatniki ortiqchiligi nima ekan desanglar, ortiqchiligi kamchiligi. Ortiqchiligi, agar bir qatimlam bir naqshisini muzikani ayirmoqchi bo'lsak, buning tizimlatib kirish degandek hech qanday narsa ketmaydi ekan. Birini qilib bo'lgandan keyin ikkinchi qatimda boshqa bir naqshini muzikani ayirmoqchi bo'lsak, a'zo bo'ldi deydi ekan. Buni bu vaqtida, VPNni ishlatib qilsak, yana bir naqshinimi haqsiz naqshin muzikasini ayriy oladi ekanmiz. Mana bu haqsiz mana. Lekin buni qancha tal ayrig'il bo'ldi, buni sinab boqmadim. Meninkida naqshisi ustida, muzikasi ostida chiqadi ekan. Xohlasak naqshisini tushirib olsak bo'ldi ekan. Xohlasak muzikasini. Birdam saqlab turaylik ya. Bayam yomon tez bo'lganda hozir yomon ostlab ketdi bu. Mana yomon osta. Sabr bilan saqlab turaylik, oz qolibdi. Birmuncha iqtidorlar bor ekan meniki. Halqi chalg'i asboblariniki ayrib olish degandeklar bor ekanchu. Xohlasanglar buni qilsanglar bo'ldi aka. Lekin bizga lozimi naqshini muzikadan ayirish. Shunday saqlab tursak, eng oxirgi chiqqan vaqtida mag'lub bo'ldi deb chiqsa, bir necha minut ketadi ekan, naqshini ayriydiganga. Yaxshi yeri mana ikkilasininki, hech qandaq bir narsani kompyuterga tushirish, o'chi-buchi degandek ketmaydi ekan. Bevositalam torrentdan shu hujjatni yuklab ayrishni bossaqlam, naqshisi bilan muzikasini ayirib etadi ekan. Inshaalloh sizlar muzikasini yo'q qilib etadigan ishiltirgansizlar buni. Men videoni uzun qilmay desam, uzun bo'lib ketadigan bo'ldi-da. Qattiq kechirasizlar. Oh xudo. Men to'xtab. Assalomu alaykum qarindoshlar, meni qaytdilar. Bayambek uzun saqlab tutmay deb to'xtab etib turgandim. Mana hozir bu oxirlashdi. Hozir mana bu naqshisi, muzikasi mana. Faqat muzikalar bor, yo'q. Hech qanday nima yo'q. Naqshning teksti yo'q. Hamda ma'ni o'chirib qo'yib turib, tekstini ham qilsak qaranglar.
Mana, meýäden şu saklawasaňlam buldy ha. Meselem hazır biz saklap bakaýly. Bizge nimesi lazım? Bizge teksti lazım. Mana, mana. Garasaňlar mana. Tekst bilen bazır, muzikasi ýok. Bu mundakka gördüňler buny. Hem de bayan kısa qaytyp gelsek, maýatga ýene bir torbatnym kylgandyk. Ma torbatnym garaňlar. Mana bu muzikasga, mana bu nakşy garaňlar. Mao ilqi ayrılmagan altyke. Tekst ýok bu ýerde hazır. Maýada bunumu halysaňlar mana tekstiňem düşürwasaňlar buldy, bassaňlam düşürdü degендek. Eee, mana bugünkü söz aýdyganymy bu tügidi. Muşunda addyke bunu işletiş. Ýakdyrşaňlaryny ümit gylaman. Rahmat.